Assalomu alaykum Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan bo'g'oz sigir xunajinlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga dushanba 2025-yil 10-noyabr Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonoboddan bo'ladi. Baxtiyor akalarning xonadonidan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Jigarlar, biz sizlar uchun xizmatdamiz. Bittadan like, podpiskani bosib qo'ysanglar, xudo xohlab nasib qilsa, sizlarga har kungi bozor, uydan shunga o'xshagan arzon, puli yengil mollar ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Qani unda videomizni boshladik. Baxtiyor aka, Jahongir boshlab yubordingizmi? Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Alaykum assalom. Bugungi obzorimizda to'rtta sigirimizni qo'ydik. Jahongir mollarni ko'rdingizmi? Avval sizga yoqdimi? Ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Xudo xolasa holati yaxshi. Eng qizig'i pulida bo'ladi endi, Baxtiyor aka. Hali kuzgi mavsumga suti borlar. Jahongir. Xudo xolasa. Xo'p, boshlayveramiz bo'lsa, birinchi sigirimizdan boshlasak. Ona bola. Ona bola 3 bosh. Jahongir. 3 bosh. Onasi 2 oylik. Ona 2 oylik. 2 oy bugundan yozib qo'ysin. Aha. Ana shu uni oshig'ini bar hayvon 5-10 kun, 1 oy yab plus minusi bo'ladi Jahongir. Aha, 2 oyga sinov olishib beraveramiz. 2 oyga sinov olaversin buni. Bo'ldi. Molimizni bo'yi 1.15. 1.15. Jahongir. Bolasini bo'yi, qarang. 95 plus olsin, birgacha salkam 1 metr. Salkam 1 metr. Molimizning holati xudo xolasa yaxshi. Molimizning holati juda yaxshi. Buni Jahongir ozmoz qanchadir suti bor mana. To'ralasi ham ishlaydi. Xudo xolasa. Hop. Mana sutini ham qarang, qo'yuqligini. O't bersa xudo xolasa, yemini bersa chiqib ketadi. Kalla holatlari o'ziga kelgan ekan molimiz. Chichi buni. Molimiz hozir mana tishini ko'rsatamiz, qarang. Molimiz menimcha yosh. Mana qarang. 8 O'zingiz ayting, men 8 ta jigarlar. 8 ta lapatga bo'lib turibdi. Xudo xolasa holati yaxshi. Bolasi ham kattagina bo'lib qolgan. Bolasi ham kattagina bo'lib qolgan. Ozgina mehr talab xolos 95 plyusga olaversin. Enani 1.15 ga olsin Jahongir. Aha. Endi bilasiz, doim biz oq narsani sutini ancha-muncha demaymiz. Bu temada molda xullas qisqasi suti oxirda. To'ppa to'g'ri. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa, ayting yengil qilib. Yengil qilib beramiz. 3 boshli sigirimizni bugundan mana aytdik 2 oy deb yozib qo'yaversin enasini. Aha. 22 million kami bor. Plus dastavkasi ham bor. Dastavkasi ham bor. Qarang Baxtiyor aka, endi kimdadir pul bor, kimdadir pul yo'q. Ona bolani ajratib ham sotaveramizmi? Shuni jup olsa yaxshi emasmi? Jup olsa yana ham yaxshi. Yana ham yaxshi. Nimaga alohida bitta chiroyli qilib qo'ymaymizmi? Nimaga desiz Jahongir? Jup olsa erta bahorda 2 ta mol olib bo'ladi. Mana onasi tug'ib, bo'g'ozliga yaqinlashib, bo'g'ozliga yaqinlashguncha bolasi ham qochib qoladi-da Jahongir. Ona bola ajratgim kelmayapti shu narsani. Ona bola o'sha 22 million bo'lsa, bolasi sizlarga xudo xolasa padarka bo'lib qoladi. Tekinga qolib ketadi. Ozgina silyoz. Orqa holatlari ham yelinlari bor. Bir qopdan silyosni yedirasizlar, bitta bolasi sizlarga tekinga qolib ketadi. Rosa pul ko'paytiradiganidan 22 million. Yangi tuqqanni ham 22 millionga beryapti-da buni. Shu hozir bu yana qornida, endi shu narsani aytmoqchi edim Jahongir. Yangi tuqqanni ham 20 million tepasida oladi bir misol. O'shada. Ha bu katta bo'lib qolgan bolasi bilan plus qornida bo'g'oz. Plus qornida bo'g'oz. O'sa buni yangi tuqqandan ko'ra menimcha mana o'si ma'qul bo'lsa kerak. Bolasi katta bo'lib qolgan, o'sha 5-6 oylik bo'ldi. Hash-pash deguncha enasi bahorga chiqib qonida bolasi yetilib qolsa, mo jonivor yana qochib qoladi. Qochib qoladi Jahongir. Men bolasiga gap yo'q ekan. Oladigan obunachilarimizga tavsiyam shundayki, ena bola olsin deyapman. Yutadi xudo xolasa. Yutadi. Bunda qornidagi yaqinlashib bolasi. Qornida yaqinlashib bu ham bo'lib qoladi. Qarang, ikkita sigir bo'lib qoladi bahorga xudo xolasa, Alloh nasib qilsa. 22 million kami dastavkasi vodiy bo'ylab Jahongir. Oyoq qo'li baquvvatidan. Keyingi molimiz. Keyingi sigirimizga kelsa, birinchi bo'yin tashlab beraylik shuni. Ke jonivor cho'chimi. 1.20 ga jinda ekan, 1.15 plus olsin. 1.15 plusiga. Suti bormi buni? Plusiga. Hozir hamma tomonlama tanishtirib o'taman Jahongir. Katta ekan bu. Xudo xolasa qarang. Ke jonivor. To'ralasidan ham chiqadi mana.
Hop. To'ralasidan ham chiqadi. Qarang, olyapsizmi mana? Sap sariq qo'y suti bor. Suti bor. Xudo xolasa nuqsoni yo'q. Endi mana u kechijon. Tishi xudo xolasa yaxshi. Tishi yaxshi. Yana Eng qizil 10 ta joyini bor. qarang. Hali birargim tuqquncha sut beradi desa ishonmasdik. Mana o'sha var ya. Yaqin bo'g'oz bu. Mana bola lopillab tegib turibdi. Necha 7 oy oy yozib qo'ysin bugun. 7 oy. 7 oy yozib qo'ysin, oshig'i bonus. Bola katta 7 oy tegadi. yozib qo'ysin mana. Bola katta yerda tegib turibdi. Shu mol Endi molni qiynab tashlab qo'ygan. ana qilib urib ko'rsatmadim. Orqa quymichlar ham bo'shab. Olib borganda ko'rib olaveradi. Tekshirtirib olaveradi. Tekshirtirib olaveradi. 7 oylikka beraveramiz. 7 oy yozib qo'ysin bugundan. Ayting narxini. Gap so'zi yo'q. Suti bor tagida mana. Tuqquncha sut beradiganni. Tuqquncha sut beradigan variantlari Jahongir. Jahongir. Ha. 16 million 800 ming kami bor vodiy bo'ylab dastavkasi ham bekarga. Ana 17 ham emas, 16 million 800. 800 ming kami dastavkasi vodiy. Kami dastavkasi vodiy bo'ylab bekarga arqani 2 oy, ya'ni 1 oy sutini soqsanglar, 1 oy ozgina qarasanglar, 2 oyga xudo xolasa. O'rtada rosa bo'lsa 1 oy tanaffus bo'ladi sutga. Jahongir. Yangi yildan o'tib ena bola bo'ladi xudo xolasa. Endi mol olsang targ'il ol, tanlab ol. Mana shu molni olinglar. Buni ham suti bor, xudo xolasa. Buni ham suti bor. Mol turishiga gap yo'q ekan, bu gabarit. Buni ham suti bor. Xalqar molimiz mana. Xudo xolasa. Lekin bu katta ekan-a? Jahongir bo'ylari ham 120 ga boradi mana. Qani? Tashlab beraman hozir o'lchab qarang. 120 mana. 120. Buni ham 115 plyusga olishaversin-a? Ya 115 plyus olaversa, hali uyga borganda bu 1 santimetr kam ekan, oshiq ekan demasin. Buni ham hozirgi kunda qancha suti bor Jahongir. Mana to'ralasidan ham chiqadi, olyapsiz mana. Har birini alohida tortib ko'ryapman mana. O'ngari, suti chiqishini. Suti bor. Bo'g'oz. Suti bor. Oylik. Jahongir 4 oy yozib qo'ysin buni. 4 oy bugundan. 4 oydan o'tgan. Bugundan 4 oy yozib qo'ysin, oshig'i bonus yana. Ayting bunga. Endi buni to'xtang, tishini ko'rsatib qo'yaylik. Molimizni kelgan. Mana qarang. Nechta ekan sani? 6 ta, nechta 1 2 8 ta ekanmi? 8 ta. 8 ta. Tishi 8 qilich kilo. rapatki bo'lib turibdi. Suti bor, bo'g'oz, uchinchisiga holati yaxshi. Bo'ylari 120, 115 plyusiga olaverasizlar. Holati zo'r. Endi qarang, mana shunda yana bitta narsani aytaman. Ikkalasi jup kelgan. Ikkalasi jup kelgan. Jup kelgan. Buni ham 16 million 800 ming kami bor. Dastavkasi ham ichida. Dastavkasi endi yana bitta obunachilarimizga maslahatim, jup olsin shuni. Maza qiladi. Mana hash-pash deyincha tug'ib beradi, ikkovini sog'ib turaveradi, qarang. Sutini sog'ib turaveradi. Endi bunday qilib qo'shadigan bo'lsangiz 33 million 600 ming pul bo'ladi. bitta yaxshi ena bolani puli. Bittalik bozordagi falon pul deyotgan ena bolani puli yo'q-ku. Ozgina sabr qilsanglar, ikkalasi Jina sabr qiladi, bu tug'ib beradi, arkasidan bu molimiz yillar. bu tug'ib beradi. Idishlarni qarang. Idishga gap. Endi hozir mana shuni men bir misol keling, mana 5 litr sut beradi, oling deyishim mumkin, lekin biz sutga aytmaymiz. Kim qanday boqadi? Taqdirimiz ham xuddi shunaqa. Ikkalasi jupiga jup olganga qarang. O 33 million 600 ming bo'lyapti. Jup olganga 33 million. Kami bor. Kami ham bor, ana sizga. 16 million 800 mingdan kami bor yakka-yakka. Suti bor, Yakka-yakka bo'g'oz. 16 million 800 ming. Bunisi 7 oy, bunisi 4 oylik bo'g'oz, yaqin. Endi Hoppa, to'pponcha. tikocha. Tikocha. Motor baquvvat bo'ladi ularda, faqat benzin. Motor baquvvat, ko'rdingizmi? Adashmasam shu 1 oy bo'ldi-da ko'rganim kerak. Rossiyada Kazannamiga yuribdi Tiko. Ha. Xuddi ana shu stilda. Xudo xolasa. Ixchamidan. Ixchamidan. Bo'yi Jahongir. 1.10 chiqadi. 1.10 chiqadi. 1.5 plyus desin. Biz doim pasini aytamiz Jahongir. Necha oylik? Voy, yashashilmaydi buni. Ha. Hozir bomba bo'ladi, qarang. Ha. Taylar. Yuvosh. Yuvashligini. Kejaman. Yelin sopdi-yu.
Siz hozir ko'ring. Keling, tishini ko'ring. Tishi 4 ta. O 6-chilari yo'q. 6-chilari endi yoryapti. Aha. 6-chilari endi yoryapti. Endi bu tomonga o'ting, Jahongir. Aha. Mana hozir bolasini olib qochadi mendan, qarab turing. Mana, mana bola. Necha oy? 8 oy olsin, 8 oydan Bugundan o'tgan. boshlab, ha? Ha, bitta tuqqan, ikkinchisiga. Bu hozir 8 oy yozishib qo'yaveradi. 8 oy yozib qo'ysin bugunga. 1,5 oy. Omma g'aflatda qolmasin. Xabar olib tursin molda. Ha, bunga hali 1 oy bordi. 1 oy, 1,5 oy Ha. sabr qilasizlar. Nazoratdan chetda qoldirmasin, eson-omon tug'dirsin. Ayting bunga. Bitta tuqqan ikkinchi bolasi Jahongir. Ikkinchi bolasi tishi 6 kurak. Hop. Yuvoshlar nihoyat yuvosh. 16 million kam bor. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi ham vodiy bo'lib ekan. Sizlarga xudo xolasa Mana sizga variant. 1,5 oyda ena bola bo'lib qoladi. Xudo xolasa 1 oy buyog'ida ena bola sigir bo'lib qoladi. 9 oydan jichcha o'tib 16 millionga qarang. 16 million zo'r narx bo'ldi. 16 million kami bor. Ketdik. 16 million 800 ming 4 oylik talg'iramiz. 7 oyligimiz. 7 oyligimiz 16 million 800 ming. Ona bolalik. Ona bola, onasi 2 oylik, bolasi 10 oylik, 22 million kami bor. Dastavkasi ham bor. Hammasini dastavkasi vodiy bo'ylab bekargan. Xudo. Arqon nuqtalar bilan birga boradi. Bo'ldi. Manzilimiz. Jahongir, bugungi obzorimiz mana shulardan iborat edi. Manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonobod qishlog'i. Telefon nomerlarimiz 90 220 65 15 raqamiga aloqaga chiqaveradi. WhatsApp, Telegram, imolarimiz ishlab turibdi. Jahongir, men savdoga boring. xayrlashaman, sog' salomat bo'linglar. Telefonga ketdim. Bo'ldi, xudo xolasa mollarimiz o'ta chiroyli.